E, bu Bellingham, Real Madrid futbolchisi Jude Bellingham alkash ekan-ku bolalar. Bitta shu normalniy o'yinchisi deb yurardim-de. Yetakchi, lider futbolchilardan desam, bu ham har kuni o'sha dam olish kunlari klub ichib, dumalab yurar ekan-ku. Kimdir O'zbekistonda tarqatdimi shu gaplarni? Yo'q, menimcha agar Lamine Yamal shunaqa qilganda, bir marta qanaqadir klubga borib qo'ysa bo'ldi edi. Lamine Yamal bo'lganda hamma sharhlovchilar gapirgan bo'lardi, lekin Bellingham mana Real Madridga borgandan beri bormagan klubi yo'q ekan. O'sha spirtnoy ichiladigan, chakiladigan klublar bo'lak, bormagani yo'q ekan. Har doim borar ekan, ruslar tarqatyapti. Bu ishonchli manbalarga ko'ra hammasi. Keyin aytgancha Albacete bilan o'yin bo'ldi-ku. O'sha Albacete bilan o'yinda 2-divizionni 17-o'rinda borayotgan Albacete jamoasi Real Madridga qarshi o'zini asosiy tarkib futbolchilaridan 7 nafarini zaxirada qoldirgan ekan. 7 nafarini bu fakt. Tushuntira oldimmi? O'sha 2-tarkibi bilan yutgan ekan Albacete. Bu O'zbekistondagi sharhlovchilar Real Madrid 2-tarkibidan bir ikkita futbolchi tushirdi dedi-ku, ularda 7 nafar asosiy futbolchi tushmagan ekan. Fakt. Kim tarqatdi shu gaplarni? Hech kim tarqatmaydi, chunki Real Madridda like kerak, muxlislarini aktivi kerak, ularga yoqadigan gap gapirish kerak.